Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nursul kanalini kuzatib boruvchilar. Mana padoj ishlarini tugatdik. Xudo xolasa lenchniga o'tyapmiz. Ishlarimizga baho berib berasizlarmi? Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bir qator qilinayotgan ishlarimizni bir qator tushuntirib o'tamiz. Shu bir etaj uchun tekkan konstruksiyalarimizni bir qator yoritib boramiz. Nimalar qilyapmiz? Sabab nimalar uchun qilyapmiz? Masalan, ko'pchilik tushunmay ekan. Shularni bir qator beton quyishda shu ustalar yoki uydagilar o'zi quyishi mumkin. Shunda xatoliklar qilmash uchun bir qator obzor qilamiz. Aziz obunachilar, bir etajchi eng kamida bunaqasiga 60, bunaqasiga 30 santimetrli beton tavsiya qilamiz. Padoj uchun armaturalar tashlaysiz. Kahpalojni bu yerga ham 6 talik armatura tashlangan, karkas to'qilib. Tagiga ko'ryapsizlar, sheben rasmga qilingan. Sababi bunaqa yerdan zak chiqadigan bo'lsa, bu sheben zakni orqaga qaytarib turadi. Salapon sog'arsanglar yana ham yaxshi bo'ladi. Shuna qilasizlar. Keyin ko'chamiz, mana ko'chamizni yangi ko'chalik uchun ko'ryapsizlar. Detanga ko'tariladi. Shuning uchun yer ustiga qo'yapmiz va bu yerda zaspga qo'yamiz. Shu yer tagida kavlab qo'ygandek bo'lib qoladi aziz qadrdonlar. Endi armaturalarni 6 talik qilib to'qib tashlangan. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana armaturalar 6 talik. Yana tagida 3 ta, tepasi 3 ta xomutli qilgan. Endi mana unga hozir mana shu yerda to'ldirib turib, armatura bu yerdan qo'shib bunga o'tkazib yuboriladi. Naringa o'tib ketadi, как regel hisobida o'tib ketadi. Qadrlar ertadan keyin yorilib qolmas shu. Bu yerda to'ldiriladi. Endi bu yer bo'shab qolsa ham armatura borligini hisobiga keyin yana ustidan ham 4 talik o'tadi. Shunda mana ko'ryapsizlar, buna qilib o'tib ketyapti. Shunga ulab yuboramiz. Ertadan keyin shu sinib qolmas uchun, boshqa bo'lish uchun bo'ladi. Armaturalarimiz 14lik qo'yilyapti. Padojga 12lik, yaqinga 14lik qo'yilyapti aziz qadrdonlar. Mana 14lik begot qo'yiladi. Bu tep yog'i 1 metr bo'ladi ustiga. Bu tomonimiz ham hozir mana shu o'rtaga 1 metrga chiqsa, kalonni 30-40 qoladi. Bu yerda bitta podval bo'lib, xudolar chiqaveradigan bo'lib qoladi. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, shunaqa padojlarimizni 60 ga 30 ni 70 ming, armatura to'qishimiz 15 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. Lenchniisi 1 metri 140 ming so'm qo'yilyapti. Narx-navolari shu. Negativ yozib ovora bo'lib o'tirmaysizlar, baribir ta'sir qilmaydi. Tosh-bosh qo'ymay, tosh-bosh tashamay, tanaqa qilmay qo'yib beryapmiz. Toza shunaqa shakaroblarda tosh tashlamaymiz. Biz ko'pincha endi uyda egasi iltimos qilmasa, biz tosh tashab qilmaymiz aziz qadrdonlar. Apalapcha mishalkalar hamma yo'q bilan kelib, mana instrumentlarimiz hammasi o'zimizniki bu yerda. Faqat uyda egasi mahsulotlar beryapti. Bu xizmatimiz Andijonda shu Izboskanni Qizilko'prik degan joydan bo'lyapti. Hozir ustakilar obed qilyapti. Shu beton ish og'irligi uchun roza kimisidir tutolyapti, kimisidir tutolmayapti. Chunki ichi nagruzka ko'proq bo'ladi beton ishida. Mana ko'ryapsizlar. Liniya 90 graduslarni to'g'rilab, mana taylariga shunaqa pana qoqiladi, oralariga ham qoqiladi. Apalapkamiz yoqqa chiqib, tayi chiqib ketmas uchun tepasi ham liniyada turadi. Shuning uchun shunaqa razmerlari to'shni 90 gradusga chiqish uchun mana hamma iplarni o'rniga endi mana shu ipimiz bo'lsa, bu yoqqa kesishgan bo'lsa, shu tomonga ham planka qo'yiladi. Shuni hisobiga 90 gradusdan adashmaymiz. Kimdir yugurmoqchi bo'lsa ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. Oddiy miq yo dubl miqda rekani qahva olasizlar. Quyib chiroyli qilaverasizlar. 90 gradus qilib. Agar bu chirib ketadi meni joylarimiz zak degan, hozir bu yerda hech qanaqa zak bo'lmaydi, chunki padoj ustida bo'lyapti. Nam bunga suv o'tmaydi. Agar podvalli bo'ladigan bo'lsa, shuni o'rniga ikkita armatura teshib qatirib turib, shuni 40 razmer svorga qo'ysanglar, podvalda shunaqa qilamiz. Podvalda ko'pincha yog'och qo'ymaymiz. Bu yerda ustidaligi uchun uncha ziyoni bo'lmaydi. Chirib ketib ham nam o'tib ketmaydi. Unga yerda ustidaligi uchun fundament yer tepasida turadi. Shuning uchun unga ziyoni yo'q. Ko'pchilik yog'och ziyon chirib ketadi deganlar uchun bu padojimiz ustida. Aziz obunachilar, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Noldan boshlab shu patkilish xizmatlarimiz bor. Karobka holatgacha qilib beramiz. Keyin bitta ikkitasi dollar qilishmisan u debdi. Men 130 dollardan kvadratga qilib beramiz deganda ko'pchilik tushunmadi shekilli. 130 dollardan materiali hamma yo'g'i ichida. Biz materiali bilan boramiz. G'ishi, sementi, shag'ali, armaturasi hamma yo'g'imizni o'zimiz olib kelamiz. Tashqi tomonini o'lchashlar uylarda, proyektlarga qarab 130 dollardan kvadratga qilib beramiz. Siz faqat quruq yerni ko'rsatasiz, bo'ldi. Xudo xolasa borib, shu Andijon bo'yicha qilib bitkizib beramiz. Tomigacha yopiladi. Shu karobka holatigacha pishgan ishlar bo'ladi. Обязательно bu ishimiz shunaqa holatda qilib beramiz.
Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ishlarimiz yo'q ekan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar. Tajribalarimiz xudo xolasa 10 yildan 15 yilgacha, eng kam brigadamizda ham 10 yildan 15 yilgacha bor tajribalar qurilish sohasida. O'zimning shaxsan tajribam 15 yildan oshiq tajribam bor qurilish bo'yicha. Xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Maslahatlar kerak bo'lsa ham bemalol tortinmay aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qanaqadir misol xizmat qilmasak ham qanaqadir muammolar qurilishda bo'ladi, bilimimiz yetgancha sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hammaga rahmat.